Avvalambor assalomu alaykum aziz YouTube ishqibozlari. Bugun inshaalloh 5-aprel hafta kunimizga yakshanba. Kartoshkaga suv berish jarayonida bu suvlar chiqarib, endi mayin qilib tarab qo'ydik. Eslangda bo'lsa bu kartoshkani 17-fevral kuni ekiluvdi. Qirg'izistondan olib o'tib ekkanmiz. Bu yilgi xudo xolasa natijasini ko'ramiz deb. Nomi Riviera nomli kartoshka. Shu yerdan chiqqandan keyin 45 kundan keyin tayyor bo'ladi deb berilgan bizga bu urug'. Holatlari hozir shu holatda. Endi bunga dorilariga kelsak, boshlang'ich dorisi 25 kilo agroamofosga 50 kilo amofosni aralashtirib sepib o'sha holatda ekilgan. Undan keyin bitta chizil qildik. Unda bir qop amofos bilan bir qop slitrani aralashtirib turib berdik. Keyin oradan 3-4 kun o'tkazib turib 3 qop slitrani olib kelib agatiga. Agat olayotganda traktor bilan berib yubordik. Orqasidan ana 2 kun o'tkazib suvni beryapmiz. Endi 1-2 kundan keyin xudo xolasa suvdan keyingi holatlarini ham ko'rsatib boramiz. Hozir kartoshkamizning holatlari shu. Yana nima qilish kerak? Qurtiga qo'ng'iz bir ikkita qo'ng'iz bor ekan, qo'ng'izlariga dorilarini sepdi. Endi suvdan keyin yana bir qator tekshirib, yana dorilarini xudo xolasa sepiladi, zaharlarini. Endi kommentariyada yozasizlar, kamchiliklari bo'lsa, kamchiliklarini birgalikda to'g'rilab borishga harakat qilamiz. Hozirgi kartoshkamizning holati shu. Endi bu videoni qayerdan olayotganimizni aytib o'tish esdan chiqdi. Bu videoni Farg'ona viloyati Toshloq tumani Zargen shaharchasidan, Intifoq mahallasidan olyapmiz do'stlar. Bu videoni ko'rayotgan insonlar qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirib borasizlar. Bittadan laykni bosib, shu kanalni rivoji uchun o'z hissalaringizni ham qo'shib borasizlar degan umiddamiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa bir 2 kundan keyin suvdan keyingi holatlarini ham video qilib chiqarishga harakat qilamiz. Kamchiliklarini sizlar endi qo'ldan kelgancha to'ldirib borasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Mana suvni bir qator chiqardik-ku, undan keyin mayin qilib tarab qo'yganmiz. Suvlarimiz ham Allohga shukr beminnat kelib turibdi. Hamma yo'q yaxshi, cho'tki. Sog' bo'linglar.